Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. Bugun sizlarga yana bir yangi avtomobilni ko'rsatmoqchiman. Bu Depal S07. Buni oldin ham ko'rganmiz deyishingiz aniq, lekin bu o'zgargan. Ya'ni buni operatsion tizimida to'liqligicha o'zgarish bo'lgan. Oldingisidan tubdan farq qiladi avtomobil va bu qo'shimcha opsiyalar bilan jihozlangan eng full pozitsiyasi hisoblanadi. 285 Max qo'shimcha opsiyalar bilan jihozlangan avtomobil va bu avtomobilimiz hozir sotuvda tayyor, nomer taqilgan, hamma dokumentlari qilib qo'yilgan. Kelasiz yarim soat ichida sizning nomingizga notarius orqali o'tkazib berishimiz ham mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz avtomobilda bo'lgan o'zgarishlarni ko'rsatamiz va narxini ham aytamiz. Ma'qul kelsa xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tmoqchiman, bu avtomobilimizdan faqatgina bir dona. Aytib o'tganimizdek, avtomobil qo'shimcha opsiyalar bilan jihozlangan, faqatgina pastki qismdagi chiroqlar yonmaydi. Bu ko'pchilikka qiziq bo'lmagan qo'shimcha opsiya hisoblanadi. Narxi ham qimmatroq, 800 AQSh dollari turadi. Shuning uchun bu avtomobilimizga ham aynan shu narsalar qo'shilmagan. Disklar o'zgarmagan, old qismda o'zgarish yo'q. Shu 20 dyumli disklar avtomobilimizda saqlab qolingan va buni oldingi 2024-yildagi qo'shimcha opsiyali bilan, ya'ni o'zimiz sotgan mokriy asfalt rangini obzor qilganmiz, kanalimizda ko'rishingiz mumkin. U bilan farqi 2025-yildan boshlab eshiklarda tortib olish funksiyasi yo'q. Ya'ni zavod tomonidan olib tashlangan. Bunda avtosalonning hech qanaqangi aloqasi yo'q. Zavod tomonidan aynan mana shu funksiya olib tashlangan. Lekin bu avtomobilni xarid qilsangiz, mana shu to'rtala eshikka qo'yiladigan aynan tortib olish sistemasini o'zi beriladi. O'zingiz o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Bu sizga bonus sifatida taqdim etiladi. Faqatgina mana shu avtomobil uchun. Boshqa avtomobillarda yo'q. Aytib o'tganimdek, asosiy o'zgarishlar avtomobilning ichki qismida bo'lgan. Rulning o'rta qismi bejirimlashtirilgan hamda tugmalarni ko'rishingiz mumkin. Anchayin soddalashtirilgan bu yerda. Mana shu qismda oldingi Depal S07 da bilishingiz mumkin. Ikkita mana shunaqangi o'zingiz xohlagan narsani qo'yishingiz mumkin bo'lgan tugma bo'lardi. Buni bittasi qoldirilgan, bittasini o'rniga esa avtoparkovka tugmasi qo'yilgan. Endi esa siz ovozni past-baland qilishni mana shular orqali boshqarishingiz mumkin. Mana bu orqali esa avtomobil bilan oradagi masofani o'zgartirib borishingiz mumkin. Aynan adaptiv kurs kontrol bilan haydab ketayotgan paytingizda. Undan tashqari esa ko'ryapsiz, oldingi mana shu chap tomon qismda joylashtirilgan gitarada faqatgina siz qayrilish chiroqlarini boshqarishingiz mumkin edi va oynani yuvish mumkin edi. Bunda xuddi shu narsalar saqlab qolingan va old qismdagi oynalarni tozalash funksiyasi, orqa qismdagi oynalarni tozalash funksiyasini boshqarish uchun mana bunaqangi gitarada funksiya qo'shilgan. Oldingisida faqatgina monitorni o'zidan boshqarilardi. Bu yerda tugmalar yo'q edi. Shu narsalarda o'zgarish bo'lgan. Undan tashqari esa mana selektor, ya'ni uzatmalarni o'zgartiradigan bu yerdagi gitaramiz ham anchayin bejirimlashtirilib, chiroyli ko'rinishga keltirib o'tilgan va siz bu yerda ko'rishingiz mumkin, avtomobil to'liqligicha 3D shaklda sizga namoyon bo'ladi. Bu yerdan siz mana lyukni ham bemalol boshqara olasiz, ya'ni pardalarni ochib yopishingiz mumkin. Undan tashqari esa mana oynalarni ham tushirishingiz, ko'tarishingiz, hamma narsa bor va bu 3D shaklda ishlaydi. Oldingisida 3D shaklda ishlamasdi bu narsa, oddiy edi. Faqatgina mana bunaqangi mavzuni o'zi bo'lardi xolos. Bunda esa ko'ryapsiz, zamonaviylashtirilgan. Deyarli hozirgi barcha avtomobillarda bo'lgandek, bunga ham xuddi shunaqangi 3D shakli qo'shilgan va avtomobilimizni mana sozlamalarda ham o'zgarishlar bo'lgan. Oldin bunaqa mana ko'ryapsizmi? Ichkariga kirish bor, shou bo'lib. Oldingilarda bunaqa narsalar yo'q edi. Mana ko'rishingiz mumkin. Rejimlar o'zgarganda juda ham boshqacha o'zgarishlar bo'ladi bu avtomobilimizda. Oldingilarda bunaqangi 3D shakllari yo'q edi. Shu yerlarda asosiy o'zgarishlar bo'lgan avtomobilni va yana bitta narsa, 360 gradus kamerani ko'rishingiz mumkin. Sifat anchayin yuqori bu yerda. Mana ko'ryapsizmi? Sifat anchayin o'zgargan avtomobilimizni va mana buni bossangiz, mana orqada hozir 2 dona avtomobil bor, yon tomonimizda 2 dona avtomobil bor. Barchasini ko'rsatmoqda. Undan tashqari esa oldidagi avtomobillarni ham o'qishga harakat qilyapti. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hattoki devorni ham ko'rsatib turibdi, ma'lum bir qismini ko'rsatyapti. Avtomobil juda ham katta o'zgarishlarga yuz tutgan va aynan sizga o'zgarishi qandayligini to'liq ko'rsatadigan bo'lsak, mana Depal OS 2.3.0. Bu yerda ko'ryapsizki, aynan avtomobilimizning operatsion tizimida kattagina o'zgarishlar bo'lgan va bu to'liqligicha yangilangan Depal S07 285 Max 2025-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil va buni ichki qismi juda ham ko'pchilik bizdan oldin so'ragan edi. Qora charmlar bilan ishlov berilgan salonli avtomobil hisoblanadi. Shu o'rinda sizga orqa qatorni ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz.
ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham xuddi shunaqangi qora charmlardan ishlov berilgan avtomobilga, mana bu xavfsizlik kamarlariga ham e'tibor bering. Sariq rangda ishlangan, xuddiki sport avtomobillariga xoslikni ham eslatib yuboradi. Bu yerda esa tirsak suyanchiqlarimiz avtomobil yangi bo'lganligi uchun mana bunaqangi salafanlari haligacha olinmagan shu avtomobilimizda. Panoramada esa pardalar oldingi holatda saqlab qolingan. Depal S07 avtomobilimizda 259 ta ot kuchi bor. Avtomobil 0 dan 100 gacha 708 soniyada qo'zg'aladi. Maksimal tezligi esa 180 km/soatni tashkil qiladi. Anglaganingizdek, bu avtomobilimiz gibrid shaklda harakatlanadi. Sof elektr energiyasida 285 km ni CLTC standarti bo'yicha bosib o'tsa, VLTC, ya'ni reallikka yaqinroq bo'lgan standartlar bo'yicha 210 km ga yaqin bo'lgan masofani aynan elektr energiyasini o'zida avtomobil bosib o'ta oladi. To'liq shaklda esa, ya'ni gibrid shaklda harakatlanganda avtomobilimiz 1300 km gacha bo'lgan masofalarni bemalol bosib o'tishi mumkin. Anglaganingizdek, bu avtomobilimizda yana bitta qo'shimcha motor qo'yilgan. U faqatgina generator vazifasini bajaradi va 1,5 atmosferniy 95 ta ot kuchga ega bo'lgan avtomobilimizga motor qo'yilgan. Agarda siz elektr energiyasi tugasa avtomobilda faqatgina benzinda harakatlansangiz, avtomobil 507 litrgacha, 5 litrgacha bo'lgan yoqilg'i sarflaydi. Gibrid shaklda harakatlanganingizda esa 208, deyarli 3 litrga yaqin bo'lgan yoqilg'ini ushbu avtomobilimiz sarflaydi. Yoqilg'i esa endi toza bo'lgan 95 markali benzinlardan quyishingiz kerak. Atmosferniy bo'lgani bilan baribir avtomobil yaxshiroq mehr talab qiladi. Shuning uchun sifatli bo'lgan yoqilg'ini quyishingizni biz ham sizga tavsiya qilgan bo'lardik. Avtomobil ko'rganingizdek 2025-yilda ishlab chiqarilgan va bu avtomobilimiz 23-fevral sanasida chiqqan zavoddan. Deyarli mart oyida chiqqan desak ham menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Bundan oldin ham biz bu avtomobilni qo'shimcha opsiyalisini sotgandik. U 2025-yil edi. Faqatgina eski versiyadagi avtomobil edi. Unda davodchiklari bor edi. Uni mana bu utilizatsiya yig'imlari oshmasidan oldin 30.500 AQSh dollaridan sotganmiz. Bu avtomobil ko'ryapsiz, utilizatsiya yig'imlari oshgan, poligonga navbatlar anchayin cho'zilib ketgan. Bu hech qanaqangi poligonlarga bormaydi, nomerlar taqilgan, barcha xarajatlari qilingan. Kelasiz yarim soatda nomingizga o'tkazib beramiz, haydab ketasiz avtomobilni. Buni narxi 32.000 AQSh dollari deb baholangan. Avtomobil sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Avtomobil haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizni esa King Motors avtosalonida kutib qolamiz.